Real Madrid va La Liganing boshqa futbolchilari yirik jinoyat mojarosiga aralashib qoldi. Andorra sud organlari Ispaniya La Ligasining bir qator taniqli futbolchilariga nisbatan qimmatbaho soatlar kontrabandasi bo'yicha jinoiy ish ochdi. Bu haqda El Mundo nashri xabar bermoqda. Tergov harakatlari Andorra knyazligida ro'yxatdan o'tgan Best in Associados shirkatiga qarshi qaratilgan. Ushbu kompaniya dunyoga mashhur brendlarning qimmatbaho soatlarini Ispaniya hududida majburiy soliqlarni to'lamasdan sotish bilan shug'ullangan. Kompaniya futbolchilarga soatlarni juda katta chegirmalar bilan taklif qilgan. Biroq bu arzon narxlar davlat xazinasiga to'lanish kerak bo'lgan bojxona va soliq to'lovlarini chetlab o'tish evaziga yuzaga kelgan. Soat savdosi Madrid va Ispaniyaning boshqa yirik shaharlarida amalga oshirilgan. Kompaniyaning maxsus mijozlari ro'yxatida Real himoyachisi Dani Carvajal, Sevilla a'zosi Cesar Azpilicueta, Real Oviedo futbolchisi Santi Cazorla hamda faoliyatini yakunlagan David Silva kabilar bor. Ma'lum qilinishicha, futbolchilar narxi 10 minglab yevro turadigan Rolex va Patek Philippe kabi brendlarning lyuks modellarini sotib olishgan. Ispaniya fuqaro gvardiyasi so'nggi haftalarda ushbu xaridlar bo'yicha futbolchilardan ma'lumot talab qila boshladi.